Menimcha endi probkalar bo'lmaydi. Uchar mashinalar sotuvga chiqarilganingizlar. Bu ko'rib turgan mashinalarni Xitoy ishlab chiqarishni boshlagan. 2024 oxirida sotuvga chiqarilgan. Yiliga 10 mingdan ortiq mashina ishlab chiqarish olar ekan. Ushbu ko'rib turgan mashinalarda og'irligi 680 kg, 1000 metr balandlikka ko'tarila oladi. 840 kg yukni ko'tara olar ekan. Ya'ni 840 kg yukni olib osmonga ko'tarila oladi. 2 kishi sig'adi hozircha. Bitta zaryad bilan 25 daqiqa osmonda harakatlana oladi va 130 km tezlikka chiqa oladi, maksimal tezligi. Kutilyapti, xudo xolasa 2025-yil haj mavsumida foydalanib ko'rishdi. Xudo xolasa balki videolar tarqalganda ko'rarmiz. Hali boshlanishi 25 daqiqa oz deyishlar mumkin, lekin hali boshlanishi. Xudo xolasa menimcha buni 2-3 soatgacha oshirishlik mumkin. Videoga like bosib qo'yinglar, narxini aytib o'taman. Narxi ushbu ko'rib turgan uchar mashinani 2 million yuan, dollarda $280 ming atrofida chiqadi.